Nimaga uylar yil sari qimmatlashib boryapti, bilasizmi? Axir uylar ko'payapti-ku. Masalan, oxirgi 10 yilda qurilish deyarli 4 baravar oshgan, lekin narxi baribir tushmaydi. Nimaga? Masalan, Toshkentda 2015-yilda 1 kvadrat metr o'rtacha $723 edi. Hozir bo'lsa $1100 dan oshgan. Birinchi sabab yer cheklangan. Yer ko'paymaydi, odamlar bo'lsa ko'payyapti. Talab oshib boryapti, narxi ham shunga yarasha oshib boraveradi. Masalan, aholi soni 30 milliondan deyarli 39 milliongacha oshgan. Ikkinchi sabab qurilish qimmatlashyapti. Materiallar, ishchi kuchi hammasi qimmat. Oxirgi yillarda sement, temir va ishchi kuchi narxi sezilarli oshgan. 2015-yilda sement 350 minggacha va 2026-yilda 690 minggacha sotilyapti. Temir bo'lsa 2015-yilda 3 milliongacha va 2026-yilda 11 milliongacha sotilyapti. Ish haqqi 50 minggacha bir ish kuni uchun 2015-yilda va 2026-yilda 300 ming so'mgacha. Mutaxassis ustalar bo'lsa 600 ming, 800 mingdan kamiga ishlamaydi. Uchinchi sabab, ko'pchilik uy sotib olishni yashash uchun emas, investitsiya sifatida ko'radi. Ya'ni uy oddiy yashash joyidan aktivga aylangan. Boylar ko'p uy sotib oladi, ba'zilar qavatlab uylarni sotib oladi va bozorda narxini yanada oshirib boraveradi. Endi eng qiziq joyi, 2015-yilda $1 rasmiy kursda 2800 so'm edi. Lekin qora bozorda 5000 so'mgacha chiqardi. Ya'ni odamlar uy narxini ko'pincha real kurs bilan hisoblagan. O'sha paytda Toshkentda 1 kvadrat taxminan 3,5 million so'm edi. Hozir bo'lsa 14 million so'mgacha chiqib ketgan. Oddiy qilib aytganda, oldin bitta uy 40 dan 50 million so'm bo'lgan bo'lsa, hozir xuddi o'sha uy 300-400 million so'mgacha chiqib ketgan. Ya'ni aslida uylar qimmatlashayotgani bu tasodif emas, bu sistema va bu sistemaga inflyatsiya, dollar kursi va migratsiya ham ta'sir qiladi va bu sistema oddiy odamlarning foydasiga ishlamaydi. Chunki narxlar daromaddan tezroq o'syapti. Siz nima deb o'ylaysiz?